assalomu alaykum. 200 dollarga qimmat kiyimlar olib. Ha. 100 dollarga qimmat atirlarni olib. Ha. 500 dollarga salonlarga kirib. Lekin taksini 10 mingligini eshitib 2000 ga avtobusga kelgan qizlar. Assalomu alaykum. Kvartiradan kiyimchani ijaraga olib. Ha. Kursdoshidan pulni ozgincha qarzga olib. Ha. iPhone'chani kreditga olgan bolalar. Kreditga iPhone olguncha zalogda yotgan pasportni olingaylar. Assalomu alaykum. Tadbirda oxirida hech kim chiqib ketmasin, bitta rasmga tushib olamiz deb. Rektordan oldin bittang ham o'rningdan turma deb. Bitta shu dekaningni men 5 olib beraman deydigan Twitterlar. Assalomu alaykum. Insta bolalar kalta nas kiyib kelsa, kalta naski kiyding deb gapirib. Qizlar kalta yubka kiyib kelsa, gapirmaydigan Ibodulla Ibragimovich. Voy, siz ham yomonsiz. Mana qarang Iskandar aka. Mana siz 5-kurssiz. Aha. O'tirganlarni ko'pi 1-kurs. Ularga tutorlar kim? Tanishtiring. Endi nima bo'ladi bolalar tutor? Tutor deganni 1-kursda katta o'qituvchi deb o'ylaysan. 2-kursda bir kichkinaroq o'qituvchi deb o'ylaysan. 3-kursda oshnang bo'lib qoladi, kvartirada sen bilan qolib ketadi. 50 bidish qilsang ham bo'ladi. 4-kursda bironta restoranda o'tirish qilsang, puling yetmay qolsa, zalogga tashlab ketsang ham mayli. Aka 5-kursdachi? Bilmadim, bizda tutor 4-kurs zalogdan keyin qaytmadi. Lekin mana bu yoshlar shu institut tanlab zo'r qildi. Haqiqatan ham. Bu institut juda ham katta foydasi tegan. Mana misol uchun meni akam ham shu yerda bitirib, hozir Hindistonda ishlayapti. Mana. Qancha oylik oladi aka? 10 ming dollar oladi. Dollar Amerikan puli bo'lsa. Adashdim. 10 ming yuan oladi. Yuan Xitoyda puli-ku. Adashdim. 10 ming yevro oladi, ha. Yevropani puli-ku. Adashdim. 10 ming rubl. Rubl Rossiyani puli-ku. Adashdim. To'da. Nariga qarab Qani nima yangilik? iPhone 7 chiqibdi. Ana, bitta olsang, nech pul shu? 3000 dollar. Qimmat-ku. Fevrallarga borib nech bo'lib qolsa u? 1000, 1100 bo'lib qoladi. Ana qizlar, fevralda arzon bo'lar ekan, unda riskovat qilmanglar hozir. Men tushunmadim, va tushunmay qoldim. Nima demoqchisiz hozir? Buyragi nima, biron joyini sotib yormasin Ha, deyapman. buyrak. Iskandar aka, siz show biznedagi odamlar bilan ko'p yurasiz-da. Show bizga qaytib kirgansiz aka? Show biznesga kirish qiyin bo'lganingizda aytib qo'yay. Mana masalan, men show biznesga kirishdan oldin, mana vokzalda pastel sotganman. Bekorga aytishmas ekanda, show biznes через pastel deb, ha? Iskandar aka, sizga mazza-ya, san'atkorlar bilan birga yurasiz. Mana misol uchun Munisa Rizayevani oldidan ko'rgansiz. Luiza Rasulova esa orqasidan ko'rgansiz. To'g'ri, u mazzalikka mazza. Lekin mana Zulayho Boyxonova bilan Hosilani bezmakiyaj ham ko'rganman-da men. Men qarang, shu Munisa Rizayevani taniysiz-ku yaqinda. Nima deb chaqirasiz? Men san'atkorlar ismini aytmayman. Masalan, Munisa Rizayeva lablari kattami? G'uncha lab deb chaqiraman. Ziyodanichi? Ziyodani masalan ko'zlari katta-kattami? Ko'zlari munchoq deb chaqiraman. Men qarang, shu Shahlo Ahmedovani ham lablari g'uncha-ku. Uni ham g'unchalab deb chaqirsangiz kerak. Yo'q, endi Shahlo bilan unda yaqin emasmiz. Jallab deb chaqirmasam ham. Shahlo to'g'rimi? Kerak emas, kerak. Yomon-ku bu. Qo'ymaysiz aka. Xafa bo'lmaysizlar, bu yoq maktabda kamalak sardori bo'lgan. O'zi asabim buzilyapti. Mikrofonga bir tupurgim kelayotgan bo'lsa, asabim buzilib turibdi. Nimaga asabingiz buzilaveradi? Bir bog'cha opa bilan janjal qilyapmiz. Nimaga? Yarim kechqurun uyda uxlayotsam, bog'cha opa telefon qilyapti.
Iskandar akani kichkinangiz rasmni tashlab yuboring deydi. Men qayerdan bilibman uni kichkina o'g'lim so'rayotganini? Ya. Nima tashlading? Katta o'g'lim rasmni tashlab yuborgan. Ana endi bitta Gulduros qarsiga yo'llanma messi tarjimasi o'z chiqishlarini boshlaydi. Azizlar, bizda birinchi sahna ko'rinishi o'ta romantik felcher. Marhamat. Bo'ldi, ishtonni kiying aka. Azizlar, diqqat qiling, bizda tibbiyot universitetining yonidagi sartaroshxonada bo'lgan voqea. Kelaverasizlar mana talabalar, studentlar kelaverasiz. Chegirmalar bilan mana aka o'zimiz chiroyli Assalomu alaykum. keling. Sochimni oldim. O'tiring, bemalol bo'ldi, gap yo'q aka. Bu Met universitetida o'qiysiz, institutda o'qiysizmi? Ha, gap bo'lishimiz mumkin emas. Men qarang aka, sizlarda prorektor Abduqahhor aka ishlayaptimi, yo'qmi? Ishlayapti. Yaxshi. Shu Abduqahhor aka yaxshi odam, ha? Ha, yaxshi insonlar. Yaxshi. Bu Abduqahhor aka har kun keladimi? Ha? Yaxshi. Bu Abduqahhor akani oxirgi marta qachon ko'rdingiz? Har kun ko'raman. Yaxshi. Bu Abduqahhor aka o'zi har doim sizni ko'rsa ham salom deydimi, yo'qmi? Endi aka jongap deysiz-ku, nima uchun Abduqahhor akani so'rayverasiz? Bilmayman, shu Abduqahhor aka desam tepa sochingiz tikka bo'lyapti-da, olishga oson bo'lyapti. Azizlar, biz davom etamiz. Navbatdagi sahna ko'rinishimiz uchun bizga ajoyib vrachlik punkti kerak bo'ladi. Operatsiya xonasida operatsiya jarayonidagi romantik doktor. Marhamat. Loving Alo. Muslima, yaxshimisan? Assalomu alaykum Iskandar aka. Charchamayapsanmi? Yo'q. Bugun ochilib ketibsan lekin. Voy, rahmat. Senga bir gap aytsammi yo aytmasammikan? Ayting. Xullas, men seni sevaman. Voy, men ham sizni sevaman. Azizlar, bizda navbatdagi sahna ko'rinishi o'ta ham qattiqqo'l dekandan javob so'rash jarayoni. Assalomu alaykum, ustozjon, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, ke. Ustoz, bir kunga javob berib turing. Bir kunga? Ha, ustoz. Bir kun dars qoldirding degani, 4 para dars qoldirding degani. Umuman javob yo'q. O'qiysan. Assalomu alaykum domlajon. Abim loving. Va alaykum assalom. Keling. Yaxshimisiz? Rahmat. Sizdan bir haftaga javob so'ramoqchi edim. Aylanay. Sizga 20 kunga ham javob. Ketavering. Voy, rahmat. Aylanayman. Ketavering. Ustoz, bu qanday insonga to'g'ri kelmaydi-ku? Bunga 20 kunga javob beryapsiz, men esa bir kunga javob so'rayapman. Ay, jinni, uni qo'li shilingan. Tushunyapsanmi? Ustoz, meni qo'lim sinib ketgan mana. Uni oyog'i ham sal mayibroq. Ustoz, qaramayapsiz, men oyog'im yo'q. Men qara, kechga vaqting bormi? Vaqtim yo'q. Buni vaqti bor-da, aylanay. Azizlar, bizda o'ta professional operatsiyadagi holat. Marhamat. Demak, bemorimiz tayyor bo'lsin, bemorimiz o'zi ham. Demak, operatsiyani boshlaymiz. Ha, ketdik mana. Operatsiya xonada kuchukmi? Turay yo'qolay o'ylab. Tur kuchi. Bobik, hadi. Nasibasi bor ekan, nasib. Ozgina kesib beramiz, ozgina. Mana, bola, shuncha hech narsa qilmaydi. Bak, Bobik, bak. Kuch, bor yo'qoladi. Davom etamiz. Yep. Pishdi o'yla. Ya pishdi yo'qoladi. Yep, bakalım. Tomoq tishdi. Ozgina, hech narsa qilmaydi. Ozgina, mana hech narsa qilmaydi. Ishtahasi ro'jay qanqa? Senga emas, Bobik. Bak, kuch. Ana. Yaxshi. Yep. Davom etamiz. Ha? Yangam telefon qilyapti. Tut. Alo, xotin. Mehmonlar kelibdi?
5 kilo go'sht kerak. Bo'ldi, olib boraman, bo'ldi. Qayerga ketyapsan? Go'shtga tovoq olib kelay. Go'shtni bozorda olamiz, operatsiya qilaylik. Bu yoqqa kelib garang. Kuni kecha qo'noqlar ozuqalar navbatdagi mavsumda saralash bosqichi o'z nihoyasiga yetdi. Saralash bosqichlarida ishtirok etgan 130 dan ortiq jamoalar orasida Oliy liganing 30 ta yo'llanmasini qo'lga kiritgan jamoalar orasida, ya'ni tibbiyot yo'nalishida ishtirok etgan 10 dan ortiq institutlardan yagona Medstars jamoasi, qolaversa Surxondaryo viloyatida ham yagona bittagina Medstars jamoasi Oliy liga o'yinlari chorak finalga yo'llanmani qo'lga kiritdi. Birinchi yildan beri final yo'llanmalarida vitse-chempionlik darajasigacha kelgan Medstars jamoasi 22 oktyabrda bo'ladigan bellashuvlarda Toshkent shahri Turkiston san'at saroyida navbatdagi chorak final yurishini boshlaydi va biz o'zimizni muxlislarimiz oldida imtihondan qanday o'tganligimizni qarsaklar bilan bilib olsak yaxshi bo'lardi. Medstars jamoasini qo'llab-quvvatlab kelayotgan direktorimiz Furqat Abdukarimovga, qolaversa barcha muxlislarimizga Medstars jamoasi nomidan chuqur ta'zim qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Sizlar bilan Medstars jamoasi bo'ldi.